Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Nusratulloyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun videomizda ikkita avtomobildan bir-biri bilan taqqoslaymiz. Aniqroq avtomobil emas, modifikatsiyani. Orqamda ikkita modifikatsiya, biri Cobalt Midnight MCM, unisi Cobalt Style MCM pozitsiyalari. MCM pozitsiya bo'yicha o'zi obzor qilgandim. Aynan Cobalt Midnight avtomobilini, ya'ni nimalar qo'shilgan, nimalar o'zgargan. Hozir endi Style MCM bilan Midnight MCM ning farqlarini ko'ramiz, sababi o'rtasida farqi ko'p. Mana ikki xil modifikatsiya. Birinchi o'rinda narxlarni ko'rib chiqamiz. Chevrolet.uz saytida e'lon qilingan narxlar. 165 million 200 ming so'm Midnight MCM, 156 100 Style MCM pozitsiyani narxi. 9 million 100 ming so'm ikkala pozitsiyani narxi farq qiladi. Endi ushbu 9 million 100 ming so'm evaziga siz qanday o'zgarishlar, qanday farqlar olasiz ko'rib chiqamiz. Eksterior qismida Style pozitsiyani old oblisovka yon qismi nikel, Midnight MCMda black piano qilingan. Qop-qora mana bu yaltiroq. Faralarda ham farqi bor. Buni eski Style, eski Midnight bilan farqi bir xil. Oq faralar, bunda ichki qismi qoraytirilgan faralar. Men haydab ko'rganman, ikkalasini ham yoritishi bir xil. Midnight chiqqan payt shu savol ko'pchilikda tug'ilgandi. Yoritishda farqi bormi deb. Yo'q, sababi asosiy yorug'lik tarqatadigan qismlarni nikelgacha qolgan, faqatgina o'sha yorug'lik tarqatishiga ahamiyati yo'q bo'lgan joylar qora matli qilingan. Keyingi farq diskalarda razmerlari, ko'rinishlari bir xil, faqatgina Style'da shunday rang, Midnight'da qora rang bo'ladi. Yon oynalar qismidagi plastik detallari ham Midnight'da qora, Style'da motion rangi qanaqa bo'lsa, o'shanaqa rang bo'ladi. Misol uchun motionimiz mokriy asfalt GK2 rangida, bokovoy ustiga kirishga GK2 rangida. Endi shu bilan farqlar orqada, disklarda farq o'sha oldi bilan bir xil bo'ladi. Orqa ko'rinishdagi farqlarni ko'rishingiz mumkin. Faralari yon qismi qora qilingan. Oddiy Style pozitsiyada qizil rangda turibdi. Yana bir farqlardan aynan MCMda mana bu orqadagi nikel qora qilingan, qora yaltiroq. Eskisida nikel farqi bilan qolgan. Tashqi jihatdagi farqlar shular. Qolgan farqlar ichki qismda. Bu Style MCM ning ichki ko'rinishi obshivkalarning rangiga, materialning rangiga ahamiyat berishingiz mumkin. Pol qismidagi materialning rangiga ahamiyat berishingiz mumkin. Bu esa Midnight MCM. Tarpetkalar qora rangda, obshivka materiallari obshivkalar qora rangda va pol qismidagi o'sha material ham qora rangga o'zgartirilgan. Style MCM pozitsiyani o'rindiqlari oddiy Style bilan bir xil, faqatgina bu o'rindiqlarda abagrev knopkalari joriy qilingan, ya'ni old ikkita o'rindiq qiziydi. Qolgan narsalari bir xil, tepa past bo'ladi, yog'i yotadi va old orqaga borib kelishi bu hamma avtomobillarda bor narsa. Orqa o'rindiqlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'rindiqlar materialli. Midnight MCM pozitsiyani ichi o'rindiqlar bunda kojali. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinish, dizayni deyarli bir xil, lekin kojaga o'zgargan. MCM pozitsiyada bunda ham old o'rindiqlarga abagrev joriy qilingan, ya'ni qiziydi old o'rindiqlar. Orqa o'rindiqlarni ko'rishingiz mumkin. Orqa o'rindiqlar ham kojali. Ya'ni Style material, Midnight'da koja. MCM pozitsiyalarda. Style MCM ning ichini ko'rishingiz mumkin. Cruise control knopkalar, multimedia knopkalar, tablo o'zgargan, monitor qo'yilgan 7 dyumli, atrofi black piano qilingan. Abagrevni aytib o'tdim. Bu yog'i xuddi o'sha qolgan bir xil. Va o'zgarishlar, ranglar o'zgargan. Bilsanglar, oldingi Cobaltda ko'kimtir rangda yonardi hamma narsalar. Hozirgi yangi MCM pozitsiyalarda podsvetkalar oq rangga o'tgan. Mana bu yoqdagi iqlim sozlash va mana bu yerdagi ranglar oq rangga o'tgan. Bu Style MCM ning ichi. Endi Midnight ga o'tamiz. Midnight MCM pozitsiyani ichi. Buni ichi menga ko'proq yoqyapti, sababi obshivkalar qora bo'lgani, rul qismlari qora bo'lgani, mana black piano detallar menga ko'proq yoqyapti. Xo'p, farqlarni sanab o'tamiz. Tablo o'zgargan bunga ham. Cruise control knopkalar, multimedia knopkalar. Style MCM ga nisbatan farqi black piano qilingan, qora glansiga qilingan. Bu black piano detal Style'da ham bor edi, lekin mana bu qismlar ham black piano qilingani faqatgina Midnight MCMda bor.
Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli chiqqan. Motor qismidagi o'zgarishlar Midnight MCMda ham, Cell MCMda ham bir xil bo'ladi. Euro 5 standartlariga joy beradigan gaz taqsimlash bloklari o'rnatilgan, ABSlar kuchaytirilgan, yangi miya, juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lgan yangi MCM pozitsiyada. Aytib o'taman yana bir bor, motori ikkalasiniki bir xil. Endi hamma farqlarni birdaniga sanab o'tamiz. Narxida 9 million 100 ming so'm farqi bor edi. Faralarda Black Piano old oblisovkada, diskalarda, bokovoy krishkalarda orqa diskalar, orqa faralar va orqa o'sha nikel va Black Piano qismlar. Undan keyingi farqlar salon ichida Midnight bilan taqqoslab ko'rsataylik. Salon ichi Midnightda qop-qora bo'lgan, obshivkalar materiallar qop-qora bo'lgan, kojali o'rindiqlar qo'yilgan va Black Piano qilingan, rul tagi qismi Black Piano qilingan. Pol qismidagi material ham qora materialga o'zgartirilgan. Meni o'zimga ko'proq to'g'risini aytaman, aynan Midnight pozitsiya yoqyapti. Meni o'zimning avtomobilim Style pozitsiya. Mana bunaqa bu salgina zeriktirib qo'ydi. Bu ko'zga bir yaxshiroq ko'rinyapti, yoqyapti. Farqlar shulardan iborat edi. Kimga qaysi pozitsiya ko'proq yoqdi? Style'mi, Midnight'mi? Kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Videoga like bosib qo'yish, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi videolarda ham qiziq mavzularni avtomobil xaridi bo'yicha albatta olib chiqamiz.